Xo'p, hurmatli o'quvchilar, bugun o'simliklarni eng mayda tarkibiy qismlari bo'lgan hujayralar bilan gaplashamiz. Bilamizki, barcha tirik organizm eng mayda strukturaviy birlik hujayralardan tashkil topgan bo'ladi. Hujayrani birinchi bo'lib kim kashf etganligidan bugungi mavzuni boshlaymiz. Demak, mavzuni yozib qo'yamiz. O'simlik hujayrasining tuzilishi. O'simlik hujayrasining tuzilishi. Bugun demak sizlar bilan o'simlik hujayrasining tuzilishi haqida gaplashamiz. Demak, barcha tirik organizmlar eng mayda tarkibiy qism hujayralardan tashkil topgan bo'lar ekan. Endi qarab turamiz. Birinchi bo'lib hujayrani kim kashf etgan? Birinchi ma'lumot, demak, hujayrani kim kashf etgan? Hujayrani kim kashf etgan? Bu savolga javobimiz 1665-yilda ingliz fizik jamiyatining a'zosi bo'lgan Robert Hooke kashf etgan bo'ladi. Demak, hujayrani birinchi demak bugun darsimizda olishimiz kerak bo'lgan ma'lumot, hujayrani kim kashf etgan desa, 1665-yilda ingliz fizikining jamiyati a'zo bo'lgan Robert Hooke kashf etgan bo'ladi. Bu qanday kashf etganini bo'ladigan bo'lsak, hujayrani o'zi bu fizik mikroskopni kashf etish vaqtida kashf etgan mikroskopi orqali tut o'simligini po'kak qismini olib turib ko'rgan mikroskopda u kichkina katakchalardan tashkil topgan ekanligini ko'radi va xuddi shunday katakchalarga u sellula deya nom beradi. Ana pauzani bosib turing. Demak, Robert Hooke qaytaraman. O'simlik hujayrasini u mikroskopni kashf etgan darsi avval o'sha kashf etgan mikroskop orqali tut o'simligini po'kak hujayrasini oladi va mikroskopda ko'rgan vaqtda u kichkina katakchalardan tashkil topgan ekanligini ko'radi va katakchalarni u sellula deb nomlaydi. Sellulani o'zbekchasi uyacha, katakcha, hujra degan ma'noni beradi va o'zbekchada hujayra nomi bilan tanilib kelgan. Tushunarlimi? Demak, birinchi ma'lumot shundan iborat edi. Ikkinchi biz bilishimiz kerak bo'lgan ma'lumot, hujayrani nechta asosiy tarkibiy qismi bor? Hujayrani nechta asosiy tarkibiy qismi bor? Tarkibiy qismi bor. Bu savolga javob. Demak, qarang, barcha tirik organizmning hujayrasini asosiy 3 ta tarkibiy qismi bor, 6 ta emas. 6 ta maydalarga bo'linib ketganda. Barcha tirik organizm deyapman. Odam, hayvon, o'simlik, zamburug'larni olib turib, hammasining umumiy nechta xususiyati bor asosiy tarkibiy qism desa, 3 tarkibiy qism bor. Javob 3 ta qism bo'ladi. Bular qaysilar? 3 ta qismni bo'lib yozamiz. Birinchisi sitoplazmatik membrana. Sitoplazmatik membrana. Ikkinchi tarkibiy qism hujayra ichidagi suyuqlik sitoplazma. Uchinchi eng muhim hujayraning asosiy tarkibiy qismi yadro. Ba'zi bir adabiyotlarda yadroning ikkinchi nomi ham keladi, mag'iz bo'ladi. Hujayrani mag'izi haqida ta'rif bering deydigan bo'lsa, bilingki, bu yadro haqida gap ketayotgan bo'ladi. Demak, tushunarligi, chizma yordamida tushuntiradigan bo'lsam, bu hujayra katakchadan iborat deyilyapti, to'g'rimi? Yo'qcha katakchadan iborat. Uning sitoplazmatik membranasi birinchi qism, ichidagi suyuq qism nima deyildi? Sitoplazma. Bu ikkinchi qism, asosiy markazda yumaloq shaklda bo'ladigan bu yadro bo'ladi. Demak, har qanday tirik organizm 3 ta mana shu tarkibiy qismga bo'linar ekan. Bu ikkinchi savolimizning javobi hisoblanadi. Tushunarlimi? Endi uchinchi biz bilishimiz kerak bo'lgan narsa, mavzuyimiz o'simlik hujayrasining tuzilishi haqida bo'lganligi uchun aynan o'simlik hujayrasini o'zining tuzilishiga doir bo'lgan, ya'ni hujayrali qismlariga doir bo'lgan organoidlar haqida gaplashishimiz kerak. Uchinchisi o'simlik uchun tegishli organoidlar. O'simlik uchun tegishli organoidlar. Tegishli organoidlar. O'simlik uchun tegishli organoidlar bular qaysilar? Organoid degan terminga birinchi ta'rif beradigan bo'lsak, odamni tanasi organlardan tashkil topgan. Mana misol, yurak bitta organ, jigar bitta organ, buyrak bitta organ, o'pka va hokazo bo'lib organlar yig'ilib bitta odam tashkil qiladimi? Endi mana hujayra ham hujayra bo'lishi uchun organoidlar tashkil qilish kerak. Organoidlar to'planib bitta yaxlit hujayrani hosil qiladi.
Tushunarli bo'lyapti? Asosiy 3 ta tarkibiy qism bor. Endi faqat mana shu o'simlik hujayrasi ichida qanaqangi mayda qismlari bor, ya'ni organoidlar bor. Faqat o'simlikda uchraydigan degan savolga javob beramiz. O'simlik hujayrasi uchun tegishli bo'lgan organoidlar qaysilar? Birinchisi bu plastidalar. Plastidalar. Ikkinchisi bu shira to'plovchi vakuola. Shira to'plovchi vakuola bo'ladi. Tushunarli bo'lyapti? S, ya'ni uchinchi faqat o'simlik uchun tegishli bo'lgan yana organoidlardan biri bularning o'simlik hujayrasini qobig'iga mustahkamlik beradigan modda bor. Bu sellyuloza. Bu ularning hujayrasini qobiga mustahkamlik beradi. Biz dasavval o'simlik organoidlar uchun tegishli bo'lgan plastidalar haqida gaplashamiz. Plastidalarni umumiy bitta ta'riflab oladigan bo'lsak, bular rang beruvchi bo'yoqlar. Demak, plastidalarni biz rang beruvchi bo'yoqlar deb olsak bo'ladi. Necha xil bo'ladi plastidalar? 3 xil bo'ladi. Birinchi plastida leukoplast. Qana rangli bo'lardi? Rangsiz. Ikkinchisi xloroplast. Qana rangli bo'ladi? Yashil. Xloroplast yashil bo'ladi. Xromoplast qizil, zarg'aldoq, qizg'ish, jigarrang ranglarni beraveradi. Asosiysi xloroplast yashil, leukoplast rangsiz va qolgan iliq ranglarni xromoplast beradi. Bu o'rinda plastidalar haqida to'xtaladigan bo'lsak, har bir vazifasi haqida. Plastidalar birim bilan ikkinchisi o'rin almashib yuradi. Ya'ni pomidor o'simligini ekadigan bo'lsak, meva beradi. Pomidor dastavval tutgan mevasi rangi qana bo'ladi? Yashil bo'ladi. Demak, qaysi plastida bo'ladi? Xloroplast. Keyin nima bo'ladi? Yo'q, yashil narsa oqaradi. Kattalashgan narsa oqarib turib, leukoplast keladi, keyin oqargan narsa qizarib turib, xromoplast keladi. Bu plastlar birdan keyin aylanib yuradi ya'ni. Tushunarligi? Qayerda uchrashi eng ko'p? O'simlikda yashil qismi qayer? Bargi. Barglar yashilmi? Demak, qaysi plastda ko'p bo'ladi debdi? Xloroplast. O'simlikning mevasining ichi oq, ildizining ichi oq, tugnaklarining ichi oq, piyoz boshli ichi oq. Demak, qaysi plastda ko'p bo'ladi? Leukoplast. Gulida, mevalarning postida qaysi plastda ko'p bo'ladi? Xromoplast ko'p bo'ladi. Sabab u yerda qizil rang berish uchun. Tushunarli bo'ldi? Endi shira to'plovchi vakuola haqida gaplashadigan bo'lsak. Bu o'simlik hujayrasida bo'ladigan bo'lsak, o'simlik hujayrasi markazidagi yadro, chekka qismida esa vakuola bo'ladi. Vakuolaning ichi shira bilan to'lgan o'simliklarda ma'lum bir miqdorda, qolgani esa suv bo'lishi mumkin. Demak, bu biz vakuola deb oladigan bo'lsak, o'simliklardagi vakuolaning vazifasi shira to'plash hisoblanadi ekan. Endi yosh mevalarning hujayrasida shira ko'p bo'ladimi, pishgan mevalardami? Pishgan mevalarda. Endi bu nimaga doir desa, o'simlik vakuolasining tarkibi ikkita qismga bo'linadi. Birinchisi suvga bo'linadi, ikkinchisi organik moddaga bo'linadi. Endi qarab turing. Odatiy holatda vakuolada 70-95% suv bo'lishi kerak. 70-95% suv bo'lishi kerak va qolgani organik modda bo'lishi kerak. Tushunarligi? Bu yosh hujayralarda, ya'ni yosh mevalarda meva pishgan sayin suvning miqdori kamayib, organik modda, ya'ni shiraning miqdori ortish hisobiga meva shirinlashib boradi. Tushunarligi? Endi bitta teskari xususiyat bor. Bu vakuolaning ichida. Endi mana o'simlik hujayrasida-chi desa, o'simlik hujayrasida ham qarigan sayin mana organik miqdori kamayib, suv miqdori ko'payishi kerak edi. Bitta adashtiradigan joyi bor, adashmay qolinglar. Qari hujayra bilan yosh hujayraning farqi nimada degan savol keladi. Qari hujayrada mana organoidlar yuvib ketib, mana vakuola hamma joyda egallagan bo'ladi. Ichi havo bilan yoki suv bilan to'lib qolgan bo'ladi xolos. Xuddi pokakka o'xshab. Tushunarligi? Qari hujayrada. Yosh hujayrada vakuola kichikroq bo'ladi, qarisa katta bo'ladi. Va meva pishgan sayin mana vakuola hajmi kattalashib boraveradi. Qancha kattalashgan sayin shuncha zo'r shira to'plab boraveradi. Tushunarli bo'ldi? Suvli bo'ladi. Tushundikmi? Yaxshi. Sellyuloza endi bu nima desa, o'simlik hujayrasi bir qavat membranasini ikkinchi tashqi tarafdan qoplab turgan pishiq qobiq bu sellyuloza bo'ladi. Xuddi tasavvur qiling, o'simlik hujayrasi oddiy odam. Endi u sovut kiyib olsa, o'q o'tmaydigan sovut kiyib olsa, himoyalangan bo'ladimi? U sellyulozali o'simlik hujayra qobiq bo'ladi. Sellyulozaning vazifasi xuddi jangga ketayotgan jangchining sovutini vazifasini bajarib beradi. Tashqi muhitni himoya qilib beradi. Bu faqat o'simlik hujayrasida bor xolos. Tushundingmi?
Yaxshi, yozib olamiz.